Pinkledida har yili tonnamiz yuqoriga qarab ketyapti. Seriylashtiramiz. Buni ham xuddi o'sha seriylashtiramiz, lekin Semerenkada sarkashlikka kuchli chalinadi. O'zbekistonda yarim bog'i olma bog'lar. Lekin olma qimmat. Maydalar bitta, ikkita, uchta kesish qilmaymiz. Bitta kesishda hal qiladigan qilib kesishimiz kerak iloji boricha. Ustozimiz Fabian faqat bir kishiga olishga ruxsat beradi. Qolgan kesuvchilar diqqat e'tibori daraxtda bo'lsa, meni gapimda bo'lsin deydi. Shu bir kishi olganda keyin tarqatib olsa bo'laveradi. Qiyin emas hozir bemalol tarqatish. Xo'p, har qanday masalan daraxtlar kuchli o'sayotgan daraxtlar bor. Shu haqida ham ko'p savol tushadi. Masalan, oddiy tarbiyalangan, shakl bergan daraxtlar kesyapsizlar deydi ko'pchilik. Hammasini qoidasini umumlashtirib, mana shu Semerenka bu 12-yilda bo'yini o'sha pasaytirib kesamiz. Birinchi o'rinda daraxt birinchi so'rashimiz kerak. Katta daraxtlar oldiga kelganimizda sillaroslarga bu yoqda sal bu yoqqa o'tib olsa bo'ladi. Kelganda birinchi savol beramiz. O'tgan yili qancha hosil bo'ldi? Ya'ni o'tgan yili ko'p beradigan yilmi, bu yilmi? Chunki sillaroslar sarkashlikka chalinadi. Birinchi savolimiz shundan boshlanishi kerak o'zi. Bu yil qancha hosil oladi? Bu yil bu Semerenkalar ko'p meva qiladigan yili. O'zimiz bog' bo'lgani uchun bilaman, o'tgan yili kamroq qilgan. Semerenka lekin Pinkledida har yili tonnamiz yuqoriga qarab ketyapti. Seriylashtiramiz. Buni ham xuddi o'sha seriylashtiramiz, lekin Semerenkada sarkashlikka kuchli chalinadi. Golden kuchli chalinadi. Masalan, gala ham chalinadi kuchli. Shuning uchun seriylashtirishda qo'lda uzib chiqish bilan ish bitmaydi. Buni kesib olib gullashdan keyin, meva tutgandan keyin kimyoviy seriylashhtirish deydi. Buni olma kitobga qo'yganman. Hamma dorilarni, dozalarni qaysi paytda sepish kerak. Hamma olib o'zi uchun eksperiment qilish kerak. Bir qator 5 ta daraxt, 10 ta daraxt. Qilmaguninglarcha duq paydo bo'lmaydi. Mevani to'kib qo'yaman ekan deb yuraveradi hamma. O'sha yil ham meva mayda olaverasizlar. Keyingi yili meva yo'q, sifatsiz meva bilan yuraveramiz keyin shunaqa qilib. Bog'dan daromad yo'q. O'zbekistonda yarim bog'i olma bog'lar. Lekin olma qimmat mevasi masalan, to'g'rimi? 15 ming, 17 ming, 18 minggacha Toshkentda masalan sotilyapti. Har kuni hamma olma yeyishini biz har doim tilaymiz. Chunki mevamiz juda ko'pda. Agar 10 tonnadan olsak 1 million 200 ming tonna yetishtirsak bo'ladi. 20 tonnadan 2,5 million tonna yetishtirsak bo'ladi meva. Bu degani 1 yil davomida har bitta O'zbekistonda har bitta odam bittadan olma yeyishi mumkin. Har bitta odam tasavvur qilinglar. 35 million aholiga bemalol kuniga bittadan yeyish mumkin bo'ladi. Agar 2,5 million tonna olsak. 20 tonna haqida gap ketyapti xolos gektaridan. 30-40 tonnadan gapirmayapmiz. Shuni o'zi yetarli bizga. Endi katta daraxtlar bilan ham kuchli sekin hamma o'sayotgan daraxtlarda demak men birinchi bilishim kerak. Bu yil ko'p meva qiladigan yili bo'lsa, sal ko'proq chiqaraman shoxlarni. Kam meva qiladigan yili bo'lsa, faqatgina yomon quyosh tushirayotgan, soya qilayotgan, quyosh tushirmayotgan va yuqorisini nazorat qilaman, bo'ldi. Boshqa ishim yo'qmi? Detalga kira olmaymiz bu ichkariga. Tushundinglarmi? Bizda asosan kesishda lider daraxtlar bilan ishlaymiz. Meva bo'lmagan yili deb tasavvur qilinglar. Bu yil meva kam bo'ladigan yili, o'tgan yili ko'p olganmiz. Men kelaman, yuqoridagi, ichkaridagi eng yomon shoxlarni chiqaraman-da, pastlarga umuman tegmayman, qaychilib. Kesmasligimiz kerak. Endi tasavvur qilinglar, 23 ta men kam oldim. Bu yil ko'p oladigan yilimiz, ya'ni bu daraxtlar shunaqa. Ko'p oladigan yilimizda endi nafaqat bu liderni tozalayman, balki yon shoxlarni ham tozalashga o'taman. Chunki mevani sonini kamaytirishim kerak. Kelishdingmi? Ya'ni bu o'ta muhim masala. Meva bor yo'qligi, o'tgan yili nima bo'lganligi, bu haqda mana challenge-da hech kim aytmagan bu haqda. Afsuski, meva qancha berishi boshqa haqida. Endi bu kelganimizdan keyin bizda spurlab ketganimizni ko'ryapsizlar. Faqat yuqori tomoni kuchayapti. Umumiy daraxt o'sishiga qarab turib, men aytishim mumkin, liderlarni bo'yini mana shundan kesishim daraxt sekinlatmayapti. Ya'ni daraxt aytayaptiki, yana ozgina bo'y bo'lsa, balki sekinlayman deyapti. Endi meva bo'lmagan yili tasavvur qilinglar, o'tgan yili meva kam bo'lgan yilda shuncha o'sgan. Agar meva bo'lganda bu kam o'sardi. Shuning uchun o'sishini o'rtacha deb baholaymiz buni. O'rtacha o'syapti. Masalan, 1 metrdan oshiq shoxlari bor, lekin kam. Demak, asosiy qiladigan ishim ichkaridagi shoxlarni olish bilan ichkarida, ya'ni bu chashka vazasimon bo'lyapti, atrofga liderlar joylashgan. Bu daraxt masalan juda ham chiroyli ochilmagan ekan, mana bunisi. Demak, mevani qo'yganimiz sari bu ochilaveradi yana. Bu yil mana meva bilan yana ochiladi. O'shanga imkon yaratib berishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, birinchi bo'lib yuqori qismida qalin shoxlarda, eng yomon kereksiz shoxlarda chiqarishdan boshlaymiz. Demak, men liderlarni tanlab olishim kerak. Qaysi liderga qo'yaman? Mana ochilishini xohlayapman men bu daraxtni ozroq. Shuning uchun buni liderga qo'yaman. Va maydalar bitta, ikkita, uchta kesish qilmaymiz. Bitta kesishda hal qiladigan qilib kesishimiz kerak iloji boricha. Buni mana shu yerdan olamiz. Ikkita, uchta shoximiz ketdi. Buni ham maydalatib o'tirmayman. Liderni ochaman. 4 ta kesish bilan bu tomondagi liderda asosiy qismi tugadi. Bu yerlarda mana mevali shoxlar yo'q. Lekin bu gorizontal pastga o'syapti, men tikkasini olaman. Qolgani qolaveradi. Bu yoqqa men kam kiraman. Agar meva yetarli bo'lsa, qaytarib kesishim mumkin tepa qismida. Tepa qismiga uzun shoxlar, qalin shoxlar qo'yamiz, pastni hammasini o'ldiradi. Masalan, katta bog'larga borsanglar, intensiv bog'larda ayniqsa bu narsa ko'payapti hozir. 6-7-yilda qarasanglar, tepada shoxlar ko'payib, pastda kamayib qolgan, yo'q hisobi. 1,5-2 metrga. Nimaga? Chunki kesuvchilar har doim pastdan turib kesadi. Bunaqa bog'da, katta bog'larda tepani kesmasdan oldin pastni kesish mumkin emas, taqiqlanadi. Chunki tepadagi yo'g'on qalinlarni chiqarib olamiz, keyin past bilan ishlaymiz. Pastda mevani eng ko'p qo'yishimiz. Quyosh kirmaguncha pastda shoxlar o'lib ketadi. Demak, bu shox bilan dalsh yuradigan bo'lsam, bu yerda mana meva ko'p deydigan bo'lsam, yaxshiroq, baquvvat, chiroyli mevaga. Mana supurlarda mevalar sal maydaroq bo'lishi mumkin, qaytarishim mumkin. Agar meva zirik bo'ladigan bo'lsa, bunaqasi kesish ham mumkin bemalol. Muammo yo'q, bu yerda ichkariga qarab ketyapti. Supurlar meva sonini sal kamaytiraman. Bu yerda mevasi hech kim ko'p hozirga. Xo'p, bu yerda mana uni olib qo'yaman, ustimiz turibdi. Gorizontal bo'lib turibdi. Buni olamiz buning uchun. Tashqariga qarab ketdi. Endi o'ng tomonga qarab harakat. Bularni mana pastga qaragan. Orada mana supurlarni ozgina sterillashtirib qo'yaman. Quyosh kiradigan qilib. Xo'p, buni oxirigacha boradigan bo'lsak, o'rtada sterillash bilan shug'ullanamiz. Ikkita tomon yo'nalish, bu tomonda bu yo'nalish berishimiz kerak. Demak, lider birinchi etap liderda atrofi bilan ishladik. Endi shoxni o'zi bilan ishlasak, bitta tomonga yo'nalish berishimiz kerak. Bu ikkita vilka bo'lib qolgan, mumkin emas bunaqa bo'lishi. Bu tomonda yaxshi sifatli kurtek bo'ladigan bo'lsa qoldirishim mumkin. Ichkaridagilar olaman. Tozalaymiz maydalarni. Bu yerda boshqa kesadiganim menimcha qolmadi. Daraxtni quvvatini hisobini olib turib, pastliklarni ozgina olamiz. Xo'p, endi bu yoqqa qarab ketamiz. Kesishda ketma-ketlik qoidani aytamiz. Ya'ni liderni aniqlab kesib oldik, yong'onlar oldik, seriyalashtirib tushdik pastgacha. Endi keyingisiga o'tamiz. Bitta, bu slishkim ochilib ketishini hisobini olib turib, mana o'sha shoxga ham berishim mumkin liderda, lekin bu ham yomon emas ekan. Ikkita mayda mevali shoxlar qolsa bo'laveradi. Sal tepani sekinlatishimiz kerak. Hop. Bu ham bo'lib qoldi shekilli. Keyin mayda shoxni yengillatsak bo'ladi. Endi sal detaliga kiramiz birinchi etapdan keyin. Hop. Mevali kurtegiga qarab kesaverasizlar. Mevasi yo'q bo'lsa kerak bizga. Hatto ham supurlab ketyapti borgan sari. Ayni olib tashlayveramiz bular. Mana ham qurib. Bir yoshli doim qolish kerak. Chunki meva kerak bizga, bir yoshli yotadi mevaga. Eshitdingmi? Buni qaytaramiz ozgina yoki tikkaga qaraganlar olsak ham bo'laveradi.
Mayda chudalar bular faqat soya tashlaydi, mevani maydalashtiradi. Shuning uchun katta shoxlar shakllanib bo'lgandan keyin bizga maydalar kerak emas. Mana u yetadi bizga bir tarafga qarab. Buni yo'nalishini ham bu yoqqa beraylik. Uzun bo'lib tushaversin. Bu ham bir yoshlik kesmaymiz hech qachon. Juda mevalar bor ekan, bular mevasi bor. Bunda yo'q ekan. Shox kerak bo'lmasa tagidan olsanglar bo'laveradi. Shox kerak bo'lsa ozgina qaytarib kesamiz. Xo'p. Bu yerda olib turamiz. Xuddi shu usulda darshni davom etamiz. Katta qaychini berib turasizlar. Hop, liderni qo'yishimiz kerak. O'sha yerdan tashqaridan qo'yamiz. Mevaliga qaytarib turaman. Tepada qalin shoxlar faqat pastda o'ldiradi. Shuni hisobini olasizlar. Doim bu o'ta muhim masala. Biz uchun ikkita shoxlar bu ham soyada qolib ketmoqchi. Hop. Ozgina siyraklashtiramiz. Uzunlik qilamiz. Tagidan olsak bo'lmaydimi? Keyin terim paytida turib hozir pastda yaxshi shoxlarimiz. Terim paytida kuzatishimiz kerakki, shu qaysi joyda mevamiz yirik bo'lyapti. Bu narsani bilishimiz kerak. Iloji boricha taydan olamiz shoxlarni. Qo'ldan kelgancha. Yaxshi ekan bu. Bunaqa qilib mayda shox o'sib kuchayib ketadigan odat borda bular. Bu tuproq yaxshi, bu yerda suv ko'p ichadi, o'shani hisobiga ham kuchayib ketgan. Tepaga qarab tanlab olamiz. Hop. Bitta yo'nalish beramiz shoxga, ikkita uchtalar bo'lsa olib qo'yamiz. Meva qaytarib kesishimiz mumkin. Buni ham bu yoqqa yo'nalish beramiz, qaytaramiz. Aylantirib joyladik. Endi bo'yini balandligini tashdan o'tsak bo'ladi menimcha.
1, 2, 3 yoshli shoxlarimiz qolishi kerak. Qalin bo'lib ketmagan bo'lsa, mana tomon sal qalindek tuyulyapti. Buni ustiga kelayotgan ekan. Olamiz. Buni mevaga qaytaramiz. Qarab mevalilarni birinchi kattada aylanib urib olsak, kichkinadan keyin to'g'rilab chiqamiz.